Nafosat va go'zallik o'zaro uyg'un bo'lgan joyda mehr va muhabbat tug'iladi. Zero dunyoni go'zallik qutqarishi ayni haqiqat. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsanam Bisenbayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Gullar festivali bu yil yanada o'zgacha. 100 milliondan ortiq gul ko'chatlar ekilib, mana shu 64-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Oliygohdan mutaxassislikka. Energetika sohasida O'zbekistonda, qariyb dunyoda amalga oshirilayotgan ishlar. Ta'mirtalab bog'cha bolajonlar uchun xavfli. Shag'al to'kilgan, sement qilinmagan, bolajonlar o'ynayotganda yiqiladi. Jasorat va kuchlar sinovi. Ushbu shijoat va g'ayrat harbiy musobaqasida o'smir yoshlar 6 ta etapda baholanadi. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Namanganning tashrif qog'oziga aylanib ulgurgan va o'zining tabiiy go'zalligini bor ko'rki bilan namoyon etuvchi xalqaro gullar festivaliga ham sanoqli kunlar qoldi. Salkam 40 kun mobaynida butun Namanganni gullar bilan burkagan bu bayramning o'tgan yilgiga nisbatan qanday farqi bor? Hozirgi lavhamizda bilib olasiz. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Namangan xalqaro gullar festivalining bu yilgi 64-bayramiga ko'tarinki kayfiyat bilan qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. 25-maydan 29-iyungacha tashkillashtiriladigan Nafosat va go'zallik bayramini ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlar va xorijiy nashrlarda keng targ'ib qilish, qolaversa tashrifi kutilayotgan 7 millionga yaqin mahalliy va xorijiy mehmonlarni chorlashda ommaviy axborot vositalari vakillarining ishtirokini yanada samarali tashkil etish bo'yicha tashkiliy qo'mita tomonidan matbuot anjumani uyushtirildi. Ayni paytda shahar va tumanlardan shaharga kirib kelish qismlari rang-barang gullar bilan bezatilgan. Namangan shahrining havo darvozasi atrofi, markaziy ko'chalarning yo'l bo'ylari, temir yo'l vokzali hududidagi favvora atrofi o'ziga xos gul kompozitsiyalari bilan boyitilgan. 100 milliondan ortiq gul ko'chatlar ekilib, mana shu 64-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Umuman bu yilgi xalqaro gullar festivalini yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha barcha chora-tadbirlar belgilab olindi. Bu bo'yicha viloyat hokimining demak maxsus qarorlar qabul qilindi va mana shu qaror asosida chora-tadbirlar rejasi belgilab olindi. O'tgan yillari demak qisman gullar ekilgan bo'lsa, bu yilgi ekish landshaft dizayniga yanada bir e'tibor qaratildi. Matbuot anjumani davomida 64-bor o'tkazilayotgan va xalqaro maqomga ega bo'lgan gullar festivalining bayram dasturlari nafaqat Bobur nomli bog', afsonalar tematik parki va Yangi O'zbekiston bog'ida, balki barcha tuman markazlarida ham tashkillanishi bo'yicha reja va dasturlar muhokama qilindi. Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida viloyatdagi korxona va tashkilotlarga ajratilgan maydonlar ham alohida landshaft va dizaynerlar asosida bezatilayotgani qayd etildi. Tayyorgarlik ishlari doirasida o'tkazilgan anjumanda jurnalist va ijtimoiy tarmoq faollariga festivalni yoritishda tasvirlar va zaruriy axborot, ma'lumotlar yetkazib berilishiga kelishib olindi. Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining sohalari bo'yicha kasbga yo'naltirish bugungi kunning muhim masalasi. Ayniqsa zamonaviy texnologiyalarga asoslangan kasblarga yoshlarni jalb etib borish, kadrlar zaxirasini shakllantirish har bir tashkilot va korxona oldidagi muhim jarayon. Namangan muhandislik qurilish instituti hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Namangan hududiy filiali rahbarlarining bitiruvchi yoshlar bilan uchrashuvi tashkil etildi. Bitiruvchi talaba yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni kasbga qiziqtirish maqsadida oliy ta'lim muassasalari Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda karyera markazi loyihasi tashkil etilgan. Karyera markazi doirasida bitiruvchi talabalar bilan ochiq muloqotlar, davlat organlari, xususiy sektor tashkilotlarining rahbarlari bilan motivatsion uchrashuvlar hamda davlat organlari va tashkilotlarga ekskursiyalar tashkil etilib kelinmoqda. Namangan davlat texnika universitetining elektr energetika fakulteti bitiruvchilari bilan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filiali direktorining ochiq muloqoti tashkil etildi. Rahbar bilan motivatsion uchrashuvda biz kelajakda ushbu soha bo'yicha qilinadigan yangiliklar va ishlash bo'yicha maxsus takliflar va
muhim savollarga, soha bo'yicha savollarga javoblarni oldik. Elektr energetika yo'nalishida 4 yil mobaynida ta'lim olganligim va ushbu sohaga qiziqishim yanada ortib borganligi uchun ushbu uchrashuv juda foydali bo'ldi deb ayta olaman. Xususan kelajakda ushbu soha bo'yicha karyera qurish uchun yetarlicha maslahatlar oldik. Tadbirda hududiy elektr tarmoqlari sohasidagi islohotlar, zamonaviy energetika sohasining o'ziga xos jihatlari, ishga qabul qilishda kadrlarga qo'yiladigan talablar, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda olib borilayotgan tizimli ishlar yuzasidan fikr almashildi. Ko'zlangan maqsad bitta. Aynan sohaga salohiyatli kadrlar bilan ta'minlash masalasi. Qolaversa, yoshlarimizni bitta masalasi bor. Ular o'sha sohada nima ish qilsak, nima talablar, ko'nikmalarga javob bersak, ertaga biz ish bilan ta'minlanishimiz mumkin degan masalalarga aniqlik kiritib, o'zlarining savollarini berishmoqda. Uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan soha mutaxassislariga murojaat qildilar hamda bevosita muloqot orqali o'zlari uchun foydali va zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bu jarayon ularga sohaga oid real tajribalarni chuqurroq anglash hamda kelgusida to'g'ri qaror qabul qilishlariga zamin yaratadi. Bugungi kundagi energetika sohasida O'zbekistonda qariyb dunyoda amalga oshirilayotgan ishlar, yangiliklar bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, demak, talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollari, ishga kirish jarayonida, ish jarayonida nimalarga e'tibor berilishi kerak, qay tartibda ishlanishi kerak, loyihalash jarayonlari bo'yicha o'zlariga qiziqtirgan savollari, savol-javob tarzida, demak, muzokara tarzida bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida muloqot jarayonlari va savol-javoblarda faol ishtirok etgan talabalarga soha mutaxassislari tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi uchrashuvlar talaba yoshlar uchun haqiqiy ilhom manbai bo'lib, ularning kasbiy yo'nalishlarini to'g'ri tanlashlari hamda kelajakdagi faoliyatlariga muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Yosh avlodga ta'lim va tarbiya berish, ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish borasida so'nggi yillarda keng qamrovli ishlar qilinmoqda. Biroq joylarda hali yechimini kutayotgan muammolar ham yo'q emas. Davlatobod tumanidagi 42-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti anchadan buyon ta'mirtalab ahvolda. Vaziyat bu maskan ishchi xodimlari va tarbiyalanuvchilari uchun zamonaviy sharoitlar yaratishni taqozo etadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim qamrovi sezilarli darajada kengaydi. 3-6 yoshdagi bolalarning bog'chaga qatnash darajasi 70% dan ortdi. Davlat xususiy sheriklik asosida ko'plab yangi maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etildi. Ilk qadam dasturi doirasida ta'lim mazmuni yangilandi va pedagoglar malakasi oshirildi. Bu islohotlar yosh avlodni maktabga har tomonlama tayyorlashga xizmat qilmoqda. Biroq joylarda hali o'z yechimini kutayotgan muammolar ham bor. Bog'cha avariyli holatda, kirib kelgan joydan mana shag'al to'kilgan, sement qilinmagan, bolajonlar o'ynayotganda yiqiladi, o'yin maydonchalari yo'q. Bolalar yozgi o'ynaydigan va dam oladigan verandalari ham juda ham ayanchli holda. Bu ustozlaridan, pitaniyalaridan juda ham minnatdormiz, faqat bog'cha avariyli holatda. Davlatobod tumanida joylashgan 42-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1968-yilda qurib bitkazilgan bo'lib, asosan Yangitong mahalla fuqarolar yig'ini aholisining 206 ta bolalarni o'z bag'riga olgan. Bolalar bog'chasi salkam 60 yildan buyon mukammal ta'mirlashga tushmagan. Natijada esa bino va uning atrofidagi maydonchalar asta-sekin nurab bormoqda. Bu ham yetmagandek, oshxonadagi ahvol ham qoniqarli emas. Mana shu bog'chada bosh oshpaz lavozimida 33 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Ta'mir qilishadi-yu, haligi qoniqarli holatda bo'lmaydi. 10 kunlik menyu bo'yicha ishlaymiz. Turli pishiriqlar bo'ladi. Bolalarga o'sha normativlarni chiroyli qilib berishimizga bizga yaxshi gazlar, yaxshi sharoitlar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Maktabgacha ta'lim muassasasidagi bu muammolardan mutasaddi idoralar vakillarining ham xabarlari bor. Ayni paytda mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotini homiylar yordamida to'liq ta'minlash bo'yicha harakatlar boshlangan. 42-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining o'zida 2021-yilda ham joriy ta'mir bo'lib, bunda binoning tom qismi to'liq ta'mirlangan. 2024-yilning o'zida issiqlik tizimi ta'mirlanish rejaga tushib turib, hozir bunda elevator inshootini olib kelib qo'yilgan. Hozir homiylar topish harakatidamiz. Homiylar topib, ushbu muammoni bartaraf etamiz dasturga tushgunga qadar.
Kelajagimiz egalari bo'lgan bolajonlar tarbiyalanayotgan ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi ham mas'ullar ta'kidlagandek tez fursatlarda kapital ta'mirlanib, zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan maskanlar qatoridan joy oladi degan umiddamiz. Yoshlar o'rtasida faollikni oshirish, jismoniy va ma'naviy kamolotini ta'minlash bugun jamiyatimizda ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Shunday maqsadlarni ko'zlab yurtimizda shijoat va g'ayrat musobaqalari tashkil etildi. Namangan shahrida o'tkazilgan musobaqa haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda qurolli kuchlar safida xizmat qilishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Yoshlar ishlar agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi hamda Sport vazirligining qo'shma qaroriga asosan 18-22 yoshdagi mahalla yoshlar o'rtasida shijoat va g'ayrat nomli harbiy sport musobaqasi tashkil etildi. Ushbu musobaqani hozirda shahar bosqichi bo'lib o'tmoqda. Musobaqada shahrimizdagi 4 ta hududdan 4 ta jamoamiz ishtirok etmoqda. Ushbu musobaqadan asosiy ko'zlangan maqsadimiz yoshlar o'rtasida harbiy vatanparvarlik ruhini tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iboratdir. Bellashuvda 18-22 yoshdagi mahalla yoshlari o'zining harbiy texnikaviy ko'nikmalari, jismoniy tayyorgarligi va aqliy salohiyatini namoyon etdilar. Musobaqa davomida ishtirokchilar AK-74 avtomatik qismlarni ajratish va yig'ish, qisqa va uzoq masofalarga yugurish, turnikda tortilish, press mashqlarini bajarish, o'quv granatasini nishonga uloqtirish orqali kuchlarini sinadilar. Ushbu shijoat va g'ayrat harbiy musobaqasida o'smir yoshlar 6 ta etapda baholanadi. Bu musobaqalardan ko'zlangan maqsad o'smir yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga bo'lgan hissini uyg'otish, oliy harbiy ta'lim muassasalariga imtiyozlar berish ko'zda tutilgan. Dastlabki saralash bellashuvlari mahalla darajasida boshlanib, g'olib bo'lgan jamoalar navbatma-navbat sektor, tuman, viloyat va yakunda respublika bosqichlariga yo'llanma oladilar. Har bir bosqichda ishtirokchilar alohida jismoniy va harbiy shartlar bo'yicha bellashadilar. Ular hakamlar hay'ati tomonidan aniqlik va tezlik, jismoniy tayyorgarlik, aqliy salohiyat, jamoaviylik va tartib-intizom mezonlari asosida baholanadilar. Bugun biz Dashboq mahallasidan tashrif buyuryapmiz. Bu musobaqaga hozircha 4 ta bosqichdan o'tib kelyapmiz. Granata uloqtirish, uzoqqa yugurish, o'q otish va qurolni yig'ib terish musobaqalaridan o'tib kelmoqdamiz. Yaxshi natijalar to'pladik. Musobaqaning respublika bosqichida eng yuqori natijalarga erishgan jamoa a'zolariga O'zbekistonning oliy harbiy hamda harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishga ustuvorlik beruvchi tavsiyanomalar beriladi. Shuningdek, g'olib jamoalar vakillari faoliyat yuritayotgan mahallalarda yoshlar sporti rivoji uchun zamonaviy sport inshootlari qurib berilishi belgilangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. O'zingizni asrang. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.